Yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Hammasi Allohdan, alhamdulillah, yutib oldik. Bolalar hamma jonini berdi. Xudoga shukr, chiroyli o'yin ko'rsatishga harakat qildik. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi o'yin birinchidan sal qiyin bo'ldi. O'yinga qo'sha olmadik. Keyin ikkinchi taymda trenerlar maslahat bilan gol urdik. Keyin hali o'ziga tushib ketdi. Qiyinchiliklar qanday bo'ldi? Qiyinchiliklar o'ziga yetadigan yaxshi bo'ldi. Hammasini bosib o'tdi, Xudoga shukr aytdik. Bugungi o'yin qiyin bo'ldi. Juda oxirida urib ketib qoldik. Qo'shimcha daqiqalar juda hayajonli bo'ldi. Bizga qo'yilgan vazifani bajardik. Avvalambor tashkilotchilarga hammaga rahmat. Bu musobaqaga biz bo'yniga kirishga harakat qildik. Tashkilotchilarga rahmat. Terma jamoa kuchli jamoalar ekan. Shunga qaramay bolalarimiz yaxshi natijalar qildi. Mana hozir 3-4 o'yinga o'yin bo'ldi. Jamoa raqib jamoamiz ham kuchli ekan. Juda qiyin bo'ldi bolalarimizga. 5 kun qadrat o'yin bo'ldi. Shunga qaramay bolalarimiz borini berib mana g'alabaga erishdik. Natijaga erishdik deb o'ylayman. Rahmat. Assalomu alaykum. Men Ro'piston jamoasi yarim himoyachisi o'ynayman. Bugungi o'yinlar haqida fikrim shu. O'yinni boshidan oxirigacha juda ham qiziq bo'ldi. Tinmasdan hujumlarni davom ettirdi, lekin biz omadimiz kelmadi. Raqib jamoa oxirida hisob ochib ketishdi. Yaxshi qizg'in davom etmoqda. Komandalar juda kuchli. Qizg'in asoz tarzda o'tmoqda. Biz shu yergacha yetib keldik. Bugun o'yinimizda omad yetishmadi. Xudoga keyingi safarda tushishga birinchi o'ynashga harakat qilamiz. Murabbiylarga ko'rsatmaslik uchun amal qilinglar. Murabbiylarimiz ko'proq to'p yurg'izib hujumlar tashkil qilishni aytishgandi, lekin shunday qildik, lekin o'xshamadi.